5-ci qisım. Sizdən ənsirəyman. Kunlarning birida erga tegib olsangiz qanday qilaman deb. Күлді. Күлкісі yaqinliq edi. Bo'ldi qiling, bundaq gaplarni deyishmayli. Men bu halimda to'y qilanmog'idakman. Qanday deysiz? Sizli bo'ladikansiz, men to'y qilanmayman. Sizdan qutulolmayman demoqchimsiz? Cho'lpon Sardarning bo'yinlarini silab pichirladi. Ayirlanmayman. Siz meni ammaysiz. Sizdan boshqasiga men tegmayman. Ish mana mushundaq. Cho'lpon sangayan bo'lib Sardarga yo'landi. Uning so'mbul chochlaridan kelayotgan bahar simon hid Sardarga kelgusidagi kunlarning chiroyli ham yo'riq holatini ko'rsatdi. Ayrilmayli. Ikki odamning mundaq qo'shilmoq oson emas. Kunlarning birida mendan nafratlanib qolasizmi? Undaq bo'lmaydi. Siz eng ayıplaydigan ish axloqsiz odamlarning ishi. Siz axloqsiz ayollarni yomon ko'rsiz. Biroq men dal siz yomon ko'radigan axloqsiz ayollarning biri. Sardar Cho'lponning xumarlashib turgan ko'ziga, chiroyli yemirilgan lablariga qaradi. Sardar o'zining bir kunlarda mushundaq bir ayol bilan pinxonlarda so'rishib yurdiganligini, shundaq bir ayolni jon-jini bilan suyib qoladiganligini o'ylamagan edi. İşkimiz qilayotgan ishlarni boshqalar qilgan bo'lsa, ularni ayiblab, tillab, odam qatoridan chiqarib yetar edik. Ammo dal o'zimiz. Cho'lponning ko'zlarida ma'yuslik paydo bo'ldi. Bundaq o'ylamayli, bo'lmaydi. Dedi Sardar Cho'lponning chochlarini kang olqonlari bilan silab turib. Hamma haqiqatni tushunganimiz bilan, ammo hamma haqiqatga rioya qilib bo'lolmaymiz. Ba'zi haqiqatlar o'zimizni qiynash badliga barani g'iydi. Nima amal? Men hozir sizni elib yiroq bir yerga ketsamken deyman. Hech kim daxli qilmaydigan. Nega? Jangalga. İxtiyoringiz sizning ra'yingiz bo'yicha bo'lsin. Sardar kunlarning birida Cho'lpon yo'qab ketsa, o'zining mangu kulanmaydigan bo'lib qoladiganligini sezdi. Sardar mashinani haydab mangdi. Mashinaning ichida liqqida muhabbat bor edi. Yana bir odamning, yana bir yurakning tuyg'usi bilan, yana bir ko'zning nazari bilan qarasa, bu mashinada liqqida ifloslik ham insofsizlik, razillik bor edi. Gulnigarning o't ichida puchulnayotgan yuragi ham muzdek aqlning hukmicha Cho'lpon zaharlik chayon. Ang razil ayol edi. Tabiat chiroyni bergan bilan aql bermagan paskana deydi Gulnigar tanholik yuragiga qumdak to'shib ketgan damlarda hasratlik ohsinib. Sardarni mendan tortib olding, oxiri o'zingga qilarsan, menga pushaymonda qolarsan deydi. Cho'lpon Gulnigarning hasratlik ko'z yoshlarini his qiladi. Süzük tuyg'usi bilan qarshi tarafdagi ayolning rashk o'tida kuygan qalbining hasratini tasavvur qila oladi. Gulnigarning o'zini naqadar o'sh ko'radiganligini sezib turadi. Ammo Sardarning bilan seg'indigan bo'lib qolganligini sezganida o'ziga hayron qoldi. Bu yerning muhiti qandoqkan? Dedi Dilmurod egiz gavdasini sal egib. Onun Gulnigarning chochlarini silg'usi, purg'usi bodek edi. Ammo damonliqqa jur'at qilmasi kerak. Go'zalligi kishini aymandirib qo'yadi. Bo'ladigan buzuq ayollar uchun bu nihoyat yaxshi oromgohkan. Dilmurod kuldi. Kulkisi bir oz sovuq ham yasalmay edi. Sirtdagi mashina signallari yumshoq havoni yerib o'tib, yiroqlarga ketadi. Qora terakning, orchining yo'pirmoqlari giralishib ketgan bo'shliqdan notunush, sovuq ovoz anglanadi. Ayollarning yo'ldan chiqishi birdamlik. Ahmadning mushu gapi Gulnigarga bek yaqinsiz anglangan edi. Ahmad Sardar bilan qaysidir bir rasm to'g'risida paranglashib etib, shu gapni degan edi. Gulnigarning sovuq ovozi chiroyli yotoqda muzdek sezim bilan yeyildi. Bu nim degan ovoz? Dedi Dilmurod Gulnigarga tikilib.
Şundaq deginim. Buzuq ayollar deysiz-ku. Shu mehmonxonaning yotoqlarida yot er bilan yurgan ayolni shundaq demay nima deydi? Gulnigar o'ziga, Sardarga, Dilmuratga, Cho'lponga, hammaylarga manglab la'nat o'qidi. Oningcha hayot bundaq bo'lmasligi kerak edi. Hayot qizg'in, sadoqat bilan suyishchida suzuk ma'nosini tepish kerak edi. Dilmurat qo'laysiz bir tarzda Gulnigarga qo'lini so'zib bo'lib, yana tushirib oldi. Yangi yilda sizga qanday sovg'a berishni o'ylab oldim. Dilmurat degidek gap topolmay, oxiri shundaq dedi. Gulnigar gap qilmadi. Hamma narsa uningga yolg'ondek ta'sir beradi. Kichikida billa qo'g'lishib o'ynaydigan oq bo'jan yodiga yetdi. Dadisi uning rayiga beqib oq bo'jandan birini akilib bergan. Shu yillarda ularning tarix o'ylisi oq bo'jan bilan oq bo'jandek qizning shodligiga liqqida to'lib ketdi. Xuddi bahorda gul hidiga to'lgan bog'dek. Gulnigar titrab ketdi. Dilmuratning eg'ir qo'li uning mo'risida edi. Dilmuratning qo'li tarlab ketgandek, eg'irlashib ketgandek, titrayotgandek his qilib qoldi. Gulnigar chochlarini Dilmuratning silayotganligini qo'rqinish ichida sezib turardi. U ixtiyorsiz necha qadam neriga berib turdi. Qandaq sovg'a bermoqchi? Dedi Gulnigar Dilmuratning g'ayribanliq purqib turgan ko'ziga qarab. Oltin zanjir. Sizdan so'ray, siz oq oltinga amroqmi yoki seriq oltingami? Men seriq oltinga amroq. Bo'pti, degingiz bo'yicha bo'lsa. Gulnigar o'ziga hayron qoldi. Nimalarni davatidi? Oltin zanjir. U nimishqa Dilmuratning oltin zanjirini og'udak. Gulnigarning o'zini o'zi urg'usi keldi. Men qaytay. Nima? Tegi yili keldingiz-ku. Berib tamoq qilay balla kelsa men bo'lmasam bo'lmaydi. Asta, men tegi sizni Dilmurat nima deyishni bilolmay tantirab ketdi. Mushundaq chaqda yurak tarlab ketadi. Yurak tarlisa hech qamlashmaydi. Men qizilariqni akilib qo'ygan. Keyin ichamiz. Gulnigar nimishqa bundaq deganligini o'zimi bilolmadi. U azaldan haroq ichib boqqan emas. Ichishni o'ylashibmi baxmagan. Nimishqa keyincha ichmoqchi bo'ladi. Amsa yangi yilni birga o'tkazayli. Yangi yilga tek xeyli vaqt bor-ku. Shundoqdimi, baldirroq degim keldi. Dilmurat siqilib ketayotgandek qiladi. At telefon qilaymi? Ixtiyoringiz. Telefon qilmasam maylimi? Mayli. Dilmurat kulib qo'ydi. O'ng'aysizlikdan yuzi o'ppida qizarib ketdi. Qizil pardadan suzilib chiqqan qizil nur oppoq kirlik ustida silg'iyib turadi. U karavotga bir qo'r qarab qo'ydi. Mening telefon nomerimni qanday topdingiz? Dedi Gulnigar. Bu oson-ku. Meni nimish qiz deysiz? Men sizdek ayollarga amroq. Gulnigar 2 oyning oldida Dilmurat bilan deyishgan so'zlarini eslab qoldi. Gulnigarning birsining bo'yniga esilib, qong'uchi yig'lig'isi keldi. Sardarning salobatlik turiqi ko'z oldiga kelib, qandoqdir ig'ir bir narsa yuragini kuch bilan bosdi. Men uni aldayapman. Taksi g'o'yoldab ketib boradi. Gulnigar tortib ko'zini yumdi. Uni emas, o'zimni aldayapman. Odam o'zini o'zi aldashga majbur bo'lib qolsa, bekli bechora bo'lib ketadi. Dilmurat yotoqning derazasidan pastga qarab turadi. U Gulnigarning mehmonxona eshigidan chiqqanligini, taksi saqlab turganligini ko'rib turdi. Sardar, mening qo'limda vayron bo'lasan. Gulnigar, senmi qo'limga tushsan? Sening yotoqqa kelganing mening qo'limga tushishga boshlag'ining. Har kishida pul bilan parasat bo'lsa, har qanday ayolni bo'ysundirg'ili bo'ladi. Dilmurat shundaq pichirladi. Shu holda Cho'lpon yodiga yetib beshini chayqab qo'ydi. Cho'lponni pul bilanmi, parasat bilanmi qo'lga olg'ili bo'lmaydigandek edi.
Dilmurod ochiq bustek sezimdan bearam bo'layotdi. U sirliq shaharning so'zilib yotgan turqiga, suzuk osmoniga nazar soldi. Dilmurod bu shaharning nurg'un yerlarini bilmaydi. Bu shahardagi nurg'un odamlarni bilmaydi. Dilmurod bu shaharda Gulpiya ismli bir qizning borligini, yuragini ansizlik qaplab oladigan Gulpiyaning maktab keynidagi qorong'u o'rmonda yo'g'on sugatning porlashgan kovikidan qo'rqqanicha biraylarni zariqib kutadiganligini, pat-pat yulduzlar charaqlaydigan osmonga qarab qo'ydiganligini bilmaydi. Gulpiya yulduzi yo'q qiz. Hech kim bundaq o'ylamaydi. Ammo Gulpiya azaldan o'zining yulduzini izlab baxmagan. Osmondagi sonsiz yulduzlar orasida Gulpiyaning yulduzi bo'lishi mumkin. Ammo Gulpiyaning osmondagi yulduzlarning orasidagi o'zining yulduzini izlashga rag'bati yo'qdek edi. Raziya qochquchilarni yig'ishtirib bo'lib, pul surtayotganda Rayhon kirib keldi.